320 ming so'm perforatorimizni ishlashini qarang. Qarang, funksiyalari qanaqa bu. Bu bilan faqat aylanadi. Bunisi esa ham aylantiradi, ham vibratsiya beradi. Bu funksiyalar esa faqat teshish uchun mo'ljallangan. Ko'rib turganingizdek aylantirmaydi, faqat vibratsiya berib turadi. Funksiyasi ham oldinga, ham orqaga, ya'ni ham chap tomon, ham o'ng tomon ham aylanadi. O'ng tomon, chap tomon ham aylanadi. Juda ham yaxshi sifatli perforatorlardan bo'ladi. Komplektda qarang, nimalar bor. Komplektda qo'shimcha patron bor, temir patron. Xohlasangiz perforator qilib ishlatishingiz mumkin, xohlasangiz patronni qo'yib direkt qilib ishlatishingiz mumkin. Patronni ulash uchun o'zini nasatkasi ham bor ichida va patronni zichlash uchun shunaqa kulich ham chiqadi. Masofani saqlash uchun shunaqa nasatkasi ham chiqadi. Bu yerda burlari hamda lapatalari ham chiqadi. 1, 2, 3, 3 ta bur, uzun kalta, bitta lapata, bitta uchli lapatasi ham chiqadi. Shularning hammasi 320 ming so'm chiqadi. Perforatorimizni ishlashiga ahamiyat bering. Bu perforatorlarimizdan atiga 5 dona bor. Shoshilib qoling. Xohlasangiz onlayn, xohlasangiz do'konimizga kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Narxi 320 ming so'm bo'ladi.